Xo'p, 6 va 7 sinf o'quvchilari uchun imtihon savollarida tushadigan ba'zi bir modulli tenglamalar haqida gaplashamiz. Demak, shu modulli tenglamalarimiz berilgan. 4 ta modulli tenglama va 5-si matnli masala. 4-modulli tenglamaga e'tibor beramiz. Juda ham bir oddiy usulda ishlanadi. Oxirigacha ko'rib e'tiborli bo'lib o'tiring. Xo'p, birinchisidan boshladik. Eng oddiy modulli tenglamalardan biri. Tenglamani ishlash uchun -0,7 ni tenglik tuyog'iga bo'lish qilib o'tkazsam, qoladi minusdan 2n modulda teng -10,5 ni -0,7 ga bo'ladigan bo'lsam 15. Modulda ishlash usuli. Birinchisi, moduldan qachon 15 chiqadi? Ichkaridagi son, ya'ni modul ichidagi son -15 bo'lsa, ikkinchisi modul ichidagi son plyusdan, ya'ni musbat 15 ga teng bo'lsa. Birinchi tenglamani ishlasam, n teng -15 ni 2 ga bo'lsam 7,5 o'nlik asr ko'rinishda, 15 ni -2 ga bo'ladigan bo'lsam -7,5. Tenglamaning javoblari shu. Ikkinchisi, tenglamani yeching. Buni ishlashdan avval ichkaridagi kichkina modulni a deb belgilash kiritib bir chekkaga yozib qo'yaman. Ya'ni modulda 100x qo'shilgan 14 ifodani a ga tengladim. Soddaroq ko'rinish maqsadida. Demak, yozaman. Katta modul ichida a qo'shilgan 14 a qo'shilgan 6, chunki 100x plus 14 ni a degan edim. A qo'shilgan 6 miz teng bo'lyapti 120 ga. Demak, birinchi usul, moduldan qachon 120 chiqadi? A qo'shilgan 6 teng bo'lganda minusdan 120 ga. Ikkinchisi, a qo'shilgan 6 teng plyusdan 120 ga. Birinchisidan a ni topadigan bo'lsam, minusdan 126. Ikkinchisidan a ni topadigan bo'lsam, 6 u yoqqa o'tib ayrilsa 114. Ana endi biz a deganda mana bu ifodani tushungan edik. A ni o'rniga 100x plus 14 ni olib borib tenglamani ishlayman. Demak, a ni o'rniga birinchi tenglamadan modulda 100x qo'shilgan 14 teng bo'ldi minusdan 126 ga. Modulli ifoda hech qachon manfiy songa teng bo'lmaganligi sababli bu tenglamamizda yechimi yo'q, ya'ni bo'sh to'plam. Ikkinchi tenglama, a ni o'rniga 100x plus 14 ni olib kelib ishlab qo'yaman. Modulda 100x qo'shilgan 14 ifodamiz teng bo'lyapti 114 ga. Va bu yana o'sha eski ishlanish usuli. Moduldan qachon 114 chiqadi? Modul ichidagi son minusdan 114 ga teng bo'lganda, ikkinchisi modul ichkarisidagi son teng plyusdan 114 bo'lganda. Birinchisini ishlaydigan bo'lsam, x teng 14 ni u yoqqa o'tkazsam minusdan 128, 100 ga bo'lsam -1.28 o'nlik asr ko'rinishida. Ikkinchisini ishlaydigan bo'lsam, 14 ni o'ng tomonga o'tkazib ayirsam 100, 100 ni 100 ga bo'lsam x teng 1 degan javob kelib chiqadi. Endi uchinchisiga e'tibor beramiz. Uchinchisini ajoyib bir usuli bor. Uchinchisini ishlashdan avval qisqacha yengil ma'lumot berib o'tib ketaman mana shu joyga. Misol uchun, modulda a teng bo'lsin modulda b ga. A bilan b qanday holatlarda teng bo'lishi mumkin? Birinchi, misol uchun, a bilan b ni o'zi bir-biriga teng bo'lganda bu ifodamiz teng. Ikkinchi holatimiz, a sonimiz minus b ga teng bo'lganda. Ya'ni a ni o'rniga minus b ni olib borib qo'yadigan bo'lsam, modulda minus b, modulda b ga teng bo'laveradi. Demak, mana shu ikki xil usulda ishlayman. Ya'ni yuqorida ikkita tenglamani ishlaganimda shu usullardan foydalandim. Ikkitali modul kelsa ham o'sha usullardan foydalanib ishlasam bo'laveradi. Demak, birinchi usul, birinchi modul ichidagi son 2x minus 5,7 teng bo'ladi shunchaki ikkinchi modul ichidagi songa. Ikkinchi usuli, birinchi modul ichidagi son 2x minus 5,7 teng bo'ladi minusdan ikkinchi modul ichidagi songa. Ya'ni a teng b bo'lganda, a teng minus b bo'lganda. Xo'p, birinchi tenglamani ishlayman. 3x chap tomonga o'tib 2x ga qo'shilganda 5x bo'ladi. 5,7 o'ng tomonga o'tib 8,3 ga qo'shilganda 14 bo'ladi.
14 ni 5 ga bo'lsam x teng 2,8. O'nlik asr ko'rinishida. Ikkinchi tenglamani ishlayman. 2x minus 5,7. Qavs ochadigan bo'lsam minus 8,3 plyusdan 3x. 3x ni chap tomonga o'tib 2x dan ayiradigan bo'lsam minusdan x qoladi. 5,7 ni o'ng tomonga o'tib 8,3 ga minus 8,3 ga qo'shib bo'lib o'tadigan bo'lsa minusdan 2,6. Ikkala tomonni ham minus 1 ga ko'paytirsam yoki minusni minusga bo'lganimda plyusga aylanib javob 2,6 ga teng. Uchinchi tenglamaning ishlanishi. Xo'p, va nihoyat 4-inchisiga yetib keldik. Mana ajoyib bir usuli bor. Bizga ma'lumki, modul so'zining ma'nosi bu masofa, uzunlik degan ma'noni bildiradi. Modul masofa, uzunlik degan ma'noni bildiradi. Demak, biz modul deganda ikkita modulni yig'indisi 0 chiqish shartini qaraymiz. Birinchi modul ham masofa, ikkinchi modul ham masofa. Ikkita masofalar yig'indisi qachon 0 chiqadi? Ikkita masofalar yig'indisi qachon 0 chiqadi? Albatta, har bir masofa 0 ga teng bo'lganda shunda 0 chiqadi. Demak, shunga o'xshagan ikkita modullilarning yig'indisi 0 ga teng bo'lgan ifoda kelganda 0 chiqishi uchun har bir modul alohida 0 ga tenglab ishlanadi. Demak, birinchi x qo'shilgan y kvadrat teng 0. Ikkinchi 25 plus x teng 0 ga. Ikkinchi tenglamani ishlasam x teng minusdan 25 ga. X minus 25 chiqdi. Men bu x ni o'rniga minus 25 ni qo'yib birinchi tenglamani ishlayman. Minusdan 25 qo'shilgan y kvadrat teng 0 ga. Buni ishlasam y kvadrat teng 25 ni o'ng tomonga o'tsam 25 ga. Ana endi netchini kvadrati 25 ga teng degan fikr. Minus 5 ni ham kvadrati 25 ga teng, y teng 5 ni ham kvadrati 25 ga teng. Demak, x minus 25 bo'lganda y-imiz plus minus 5 degan. Y-lar ikkita chiqadi. Y-larning qiymatlarini toping. Y-larning qiymati ikkita, minus 5 va plus 5 ga teng. 4-inchisi tugadi. 5-inchisiga o'tamiz endi. Demak, 5-inchisida berilgan ma'lumotlarni masala ishlash tartib qoidasiga rioya qilgan holatda yozib chiqaman. Demak, birinchi bizga daftar haqida ma'lumot berilyapti. Daftarning narxini x deb olaman, bir dona daftar. Xo'p, shunda Sardorda bor 18 ta daftarga yetadigan pul, ya'ni 18x. Xo'p, Islomda bor 15 ta daftarga yetadigan pul 15x. O'shanda ikkalasida birgalikda jami 33x pul bor. O'sha jami 33x puldan qancha ishlatyapti? 13 ta daftar olyapti plus 50 ming so'mga muzqaymoq sotib olyapti. Demak, mana shuncha pulni ishlatdi. Demak, bu ishlatilgan pul, bu jami pul. Jami puldan shunchasini ishlatgan bo'lsa, oxiri qoldi deyapti. Demak, buni tenglayman. 45 ming so'm pul qoldi. Tenglamani ishlayman. Qavsni ochadigan bo'lsam, 33x ayrilgan 13x ayrilgan 50 ming teng 45 mingga. 33 dan 13 ayiradigan bo'lsam 20 ta x teng 50 ming o'ng tomonga o'tib qo'shiladigan bo'lsa 95 ming pul. Bu joydan x topadigan bo'lsam 4750 so'm. Demak, bir dona daftar narxi 4750 ga teng. Xo'p, video o'quvchilar uchun, ba'zi bir ustozlar uchun unumli, foydali bo'ladi degan umiddaman. Yechimlar, ishlanish usullari yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda qiziq yechimlar, qiziq videolar chiqarish uchun sizlar uchun harakatdamiz. Xudo xolasa, duoda bo'ling.